Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hadis muboraklarida marhamat qilib aytdilarki: "Ma hassanallohu xulqa imri'in va xuluqahu fala tut'imuhun nar." Alloh subhanahu va taolo qaysi bir kishini xalqini va xulqini go'zal qilsa, ya'ni surati yu siyratini go'zal qilaydirgan bo'lsa, Alloh uni do'zaxda kuydirmaydi deb payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qildilar. Demak, siz va biz o'zimizni dunyoda ham, oxiratda ham saodat topishligimizni istasak, xulqimizni go'zal qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Albatta inson go'zal xulqi bilan payg'ambarlar, siddiqlar maqomiga erishadigan holatga erishadi. Boshqa bir hadislarda payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qilib aytganlar: inson go'zal xulqi bilan kunduzlar ro'zador, kechalari ibodatda qoim bo'lgan insonlarni darajasini topishligini, savobini topishligini marhamat qilganlar. Siz va biz mana shunday go'zal xulqli bo'lishligimiz, qo'ni qo'shnilar bilan, hamkasblar bilan, atrofdagi tengdoshlar bilan, jamiyatimizdagi har bir shaxs bilan go'zal muomalada, munosabatda hayot kechirishligimiz kerakdir. Bu dinimizning talabi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda marhamat qilinadi. Quyosh muzni eritgani kabi go'zal xulq ham gunohlarni eritib, kuydirib yo'q qiladi deb marhamat qiladilar. Haqiqatda xulqimizni go'zal bo'lishligiga har birimiz harakat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning oldilaridan bir kishi chiqib so'radi: "Ya Rasululloh, din nima?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki: "Din go'zal xulqdir" dedilar. Haligi kishi o'ng tomonlariga o'tib yana so'radilar: "Ya Rasululloh, din nima?" Rasululloh yana javob berdilar: "Din go'zal xulq." Haligi kishi chap tomonga o'tdi. Yana savol: "Ya Rasululloh, din nima?" Rasululloh javob berdilarki: "Go'zal xulq." Haligi kishi Rasulullohning orqalariga o'tdilar. Yana o'sha savolni takrorladilar: "Ya Rasululloh, menga tushuntiring, din nima?" Rasululloh aytdilarki: "Din go'zal xulq. Bu esa g'azablanmasliging. Tushundingmi?" dedilar. Bir savol takror berilyapti bir vaqtda o'zida. Lekin payg'ambar alayhissalatu vassalom bosiqlik bilan, vazminlik bilan bunga javob beryaptilar. Go'zal xulq deb. Buni o'zlarining harakatlari bilan ham, o'zlarining holatlari bilan xulqlarining go'zalligini ko'rsatib beryaptilar. Demak, siz va biz u zotga ergashamiz. Har bir mu'min musulmon uchun namuna yu andoza, o'rnak bo'ladigan shaxs payg'ambar alayhissalatu vassalomdir. Siz va biz u zotga ergashsak, ularni xulqlaridan xulqlansak, odoblariga ergashaydirgan bo'lsak, bizning hayotimiz ham go'zal bo'ladi. Yuqorida aytganimiz kabi, hamkasblar bilan, qo'ni qo'shnilar bilan, yoru do'st, oshna og'ayni, qavmi qarindosh bilan muomalani go'zal qilib, chiroyli xulq bilan inshaalloh muomala-yu munosabatda bo'laydirgan bo'lsak, ko'plab yaxshiliklarga erishamiz. Alloh bu saodatni barchalarimizga nasib va muyassar aylasin.